Bitta mahsulot 8 ta muammoingizni yechadi desam, ishonasizmi? Bu mahsulotimiz nomi Biosetin. Yaqinda chiqqan novinka produksiyamiz ichida 28 ta ampulla bo'ladi. Birinchi muammo xolesterin bilan endi xayrlashasiz. Xolesterin yaxshi so'rilishini organizmda rag'batlantirib beradi, keraksizlarni chiqarib yuboramiz. Ikkinchisi, jigar o't qopiga koni foyda. Uchinchi plyus tomoni, bu bizga energiya beradi. To'rtinchisi, miya faoliyatini va nagruzkalardan xalos qiladi. Beshinchi plyus tomoni, bu bizdagi yurak qon tomir urishlarini yaxshilab beradi. Oltinchi plyus tomoni jigarni dimlanishi, o't qopini dimlanishi va jigarni yog' bosishini oldini oladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, organizm uchun har bitta insonga kerak bo'ladigan ajoyib funksiyalarni bajaradi. Sotuvda bor, tugamasdan oldin xarid qilishga ulguring. Va so'nggi vazifasi metabolizm ichki kelishini yaxshilab berib, nafas olish yo'llarini ham rag'batlantirib, yaxshilab beradi.